Bugungi qisqa suhbatimiz issiqxonalarda ekinlarni har xil dorilar bilan ishlov berishda samarali foyda berayotgan sirt faol moddalar haqida gaplashmoqchiman. Sirt faol moddasi bu nima? Bu kelib chiqishlari tomonidan organida silikonli rastvor. Bu shunday effekt bera oladiki, samara ya'ni. Dori sepilganda barglarning usti ko'pincha e'tibor bergansizlar tomchi holida bo'ladi. Hech qachon birlashib, bir tekis nam holida turmaydi. Bunga hali sirt tarangligi kuchi xalaqit beradi. Sirt faol moddalari shu sirt tarangligi kuchini yenga oladi. Shuni hisobiga tomchilar bilan yopishib, o'simlik barglari bir tekisda dori bilan yopiladi. Bir tekis parda bilan qoplanadi. Shuning natijasida ishlovdan keladigan samara anchaga oshadi. Ham dorining miqdoridan dehqonlarimiz yutadi. Ya'ni ekonom bo'ladi demoqchiman. 101 tonna suv ketadigan maydonda buni qo'shib ishlatilinsa 850 litr, 900 litr suv bilan ishlovni tugatsa bo'ladi. Ikkinchi yana bir samarasi bu sirt faol moddalarning o'zi ham hasharotlarga tegsa, hasharotlarni qanotini, oyog'ini o'simlikka yopishtirib qo'yadi. Bu natijasida u yana halok bo'ladi. Uni turlari ko'p. Hozir men agar havuz do'konlarida sotilayotgan servet sirt faol moddalarni sizlarga tavsiya qila olaman. 10 litr suvga bu dori 5 ml dan 8 ml gacha qo'shilinadi.